Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Şinjan Xalq Nashriyoti 2000 yili 1-oyda nashr qilgan roman Ili Dolqunlari. Avtori Abdurahmon Qahar. 1-qism. 21-bob. 1. Jira ig'izi va qiyo toshlar ustida kunga qoqilinib shumshib o'ltirgan quzg'unlar hayvat bilan kelayotgan qo'shindan urkib osmonga ko'tarildi. Quzg'unlar uzun yillik ömrüdə ko'rmagan bu hayvatlik otliqlarga hayron qolgandek ularning ustida agishishga boshladi. Otliq qo'shinni ko'rib qochgan och bo'rilar egiz cho'qqilarga chiqib cho'qchib o'ltirishdi. Ilgari tulkilarmu ancha yiroqqa ketmay qiyo toshlar orasiga kirib qarab turishdi. Nizomiddinning 200 kishilik otliq qo'shini buyruq bo'yicha bugun kechida Achalga qarab yo'lga chiqqan. Ular shu tapda bu kengri sayga kirgan edi. Qo'shinning oldida to'riq atqa mingan, beliga tapancha asqan, beshiga oq quloqcha kiygan bestlik Nizomiddin kelatdi. U qo'shinlarni boshlab Panjimbuloqqa kelganda tunugun bu yoqni chorlashga avatgan 5 nafar razvedchikning ikkisi bilan uchrashdi. Ular dushmandan tex shapi yo'q deyishdi. Nizomiddin xotirjam bo'lib yurishni davomlashtirdi. Bu cho'ng sayga ikki yoqdagi sonsizlagan jirolardan sho'x tog' suvlari eqib tushatdi. Hozir bo'lsa qalin muz bilan qatgan suv yo'llaridan quyuq g'o'r ko'tarilmoqda edi. Nodam ikki yoqqa tagshi qarab kelyotdi. Buk qarag'ayliq qaptallar ajoyib chiroyli ko'rinadi. U yer bu yerlari oqirib ko'ringan qarag'ayliqlar orasida top bo'lib yurgan uchqur kiyiklarni ilg'a qilg'ili bo'ladi. Qayerlardandir kaklik, qirg'ovullarning ovozlari anglanadi. Muz qaplagan qirg'oqlarni so'yib toshdan toshqa sakrashib eqiyotgan o'ynoq, sho'x suvlar va ashu qirg'oqlardagi oppoq suzuk muzlar sexiylik bilan to'kilayotgan kun nurida qimmatlik esil toshlardek yaltirab ko'zlarini qamashtiradi. Yezida tug'ilib cho'ng bo'lgan Nodam tog'larda qancha janglarni qilgan bo'lsa-mu, lekin u tog'ning qish manzarasining bunchalik go'zal ekanligini bilmaydi. Shuning uchun tog'ning qishliq manzaralari uning uchun ajoyib bir yangilik, qiziqarliq bo'lib tuyuldi. Shunga u bu manzaralarga to'ymay qaratdi. Qish bunchalik go'zal, yezi qanchalik go'zaldir ha, deb o'yladi. Bu yerlarning hukmroni hozir Nodamlar. Mana buni o'ylasalar, uning g'ururi barg'asiri eshib ketadi. Dunyoda mundoq go'zal yer yana bormidi? Go'zal tuproq. Sening bu go'zal yerlaringni dushmanning iflos oyoqlaridan bulg'itish men uchun gunoh. U ko'ksini to'ldirib cho'nqur nafas oldida hayvatlik, ko'rkam buk qarg'ayliq qaptallarga zo'qlanib qaradi. Qo'shin olg'a ilgarilamoqda edi. Nizomiddin o'z qismlarini 1 kilometrdek yerga yoydi. Partizanlar qiyo toshlar, chatqonliqlar orasidagi aplik joylarga o'ralashdi. Nizomiddin o'ttira va kichik otryad komandirlarini chaqirib, mundoq dedi: oldi bilan qorong'i tushib ketguncha o'qdan panohlanish istiqomlari yozilish kerak. Vazifamiz Achaldan keladigan dushmanning oldin to'sib zarba berish. Bu yerda ehtimol bir kun turarmiz yoki bir necha kun turarmiz. Hozir bir nim deb bo'lmaydi. Havo sovuq, kechasi texim sovuq bo'ladi. Shunga bir mu odamning uxlashiga yo'l qo'yilmaydi. Aralab tekshirib turish kerak. Nizomiddinning jikilab aytayotgan so'zlari komandirlar uchun tushunishlik edi. Oziqlanish-chu? so'radi Anvar. Oziqlanish, panohlanish istiqomlari bitgandan keyin bo'ladi, dedi u va yana tapaladi. Lekin o't qalab choy qaynatishga, isinishga hargiz bo'lmaydi. Qorong'i tushgandan keyin tamaki chekishga bo'lmaydi. Komandirlar tarqaldi. Partizanlar qor ostonlaridan toshlarni chiqarib akilishga boshladi. Yo'g'on toshlarni bir nechasi ahu bilan ishtirib yumiltatdi. Kichikraklarni ko'taradi. Ba'zi texmi yo'g'on toshlarning ostiga pishang salatdi. Yasilayotgan egizligi yarim metrgacha keldigan panohlanish tomlari orasiga shox shumbular qistirilatdi. Qorlarni shox shumbular ustiga chechib, toshlarni yarim ko'matdi.
Shundaq qizg'in, aldirashliq bilan qilinayotgan emgak partizanlarni birdamdala qizitib təriltishga boshladi. Ularning bo'yinlaridan, quloq cho'rlaridan ter tomchilari eqishga boshladi. Birinchi vazifa nihoyatda ko'ngillik holda tizlab bitdi. Partizanlar mana endi erkin ozoda o'ltirishib, tamaka chekishga boshladi. Partizanlar tamaka chekish paytini eng qadrlaydi. Shunda hollarmi bo'ladi. Tamaka go'yo ularning mungdishi, sirdishi bo'ladi. Ular beshiga ushtumtut kelgan alamlarini tamaka chekish bilan oxirlashtiradi. Xushalliqlarini tamaka chekish bilan ko'ngillik o'rtoqlashadi. Partizanlar bellariga tugivilishgan muzdek, pishiq go'shtlarini elib mazza qilib yeyishga boshladi. Qaranglar, mavining go'shtining mayliqligini, dedi Jamoliddin Botir G'ozini ko'rsatib. Shuning uchun go'sht parchalashga amroqda bu, dedi Arashmo uni quvvatlab. Botir G'ozi mayliq qovurg'ini ha deb chaynab, sen qalmoqni go'sht parchalashga qo'yg'ili bo'lamdi, hammani harom qilasan, dedi kulib. Arash Botir G'ozining qo'lini sharat qilib, "Sana mayliq bo'lsa halol bo'ldi-ku, ha?" dedi. "Men emgak qilgandikin, albatta mayliqroq yerini yeyishim kerak. Sening emgakingning maqsadi tushunishlik. Go'sht parchalashdan boshqa ishga qarabmi qo'ymaysan. Go'sht bo'lsa o'zing otsan." "Rostini aytsam, og'aynilar", dedi Botir G'ozi. "Bir tovoq poloyingdan bir parcha go'shtni afzal ko'raman. Go'sht yesam tanlarim yayrab ketadi. Biroq muzdek go'shtda hech qanday mazza yo'q. Mazisini qo'saq tushganda bilasan. Bo'lmasa akelgina qovurg'aning qolganini men yeyavitay." G'izolanib bo'lg'icha qorong'u tushib ketdi. Osmondagi yulduzlar partizanlar bilan ko'z qisishayotgandek oltin kirpiklarini jimirlatib turadi. Go'yo u qo'l so'zsa yetgudek yaqin yerda turgandek bilinadi. Qoptallarning ba'zi yerlari qaramtul, ba'zi yerlari oquch ko'rinmoqda edi. Tövəndə cira-ciralardan şavqulanıb yıqıvatqan sulardan qoyuq qo'ri ko'tarilmoqda edi. Qayerdadir yiroqlardan och bo'rilarning huvlashları anglanib turadi. Kechini uxlamay o'tkazish tez, lekin partizanlar uchun tezmi emas. Ular qancha kechalarni mushundoq uxlamay o'tkazib ko'nibmi qolgan. Kishi dunyoga kelgan ekan, och qilishi, uyqusiz qilishi mumkin, lekin tortgan jafo mushaqqatlari, to'kkan qonlari ahamiyatlik biror ishga sarf qilinib, o'z vatanini oyoq osti qilg'uvchilardan ozod qilish uchun taqdim qilinsa, erkinlik, tanglik uchun hassa bo'lib qitilsa, dunyoda buningdan ortiq xushalliq bo'lamdi. 3dan 4dan bo'lishib miltiq, avtomatlarni quchoqlashib o'ltirishgan yoki yonboshlagan qiziq paranglarga tushgan partizanlarni Nizamiddin muhofazatchisi Aqilbek bilan aralashqa boshladi. Ba'zilar o'z beshidan o'tgan ig'ir kunlarni yoki ota-onalarining sarguzashtalarini va yoki muhabbat o'tiga giribdor bo'lib paydo bo'lgan issiq tuyg'u, ta'sirlik, nozik voqealarni, ba'zilar boshqalarga qattiq kulmaslik shartini qo'yib, Nasriddin apandining kulkilik latifalarini va ba'zilar Aldar Kosining qiziqarli hikoyalarini so'zlashib, qishning uzoq kechasini uxlamay o'tkazishmoqda edi. Soğuq o'zini ko'rsatmoqda edi. Partizanlarning paxtaliq kiyimlari yonvarning ochiq sovuqlarga daldab bo'lolmaydi. Jangchilar birda do'milaydi, birda o'rinda turib harakat qiladi. Ular uyqusizlik, soğuq zarbisiga qarshi qaysarlik bilan kechicha jang qilib chiqishdi. Tong suzilib kelmoqda edi. Oqush nur jirolarga asta-asta yeyilib, ajoyib go'zal ko'rinishlarni hosil qildi. Shu chog'da Say og'zi tarafdan otliq razvedkachi ot choptirib keldi-da, Nizomiddinga doklad qildi. "Dushman kelyotidi." Nizomiddin o'ylanib so'radi. "Qanchalik oraliqda?" "Ana avu." Razvedkachining birisi kayniga burilib, Sayga usib kirgan tog' tumshuqini ko'rsatdi. "Tumshuqqa 15-20 minutda yetib kelishi mumkin." Nizomiddin otryad komandirlarini chaqirib mundoq dedi: "Partizanlar o'z o'rinlarini egallasin. Burunqi o'rinlashtirish bo'yicha yo'shrinsin. Dushman Sayga to'liq kirib bo'lmog'icha o'q chiqarishga ruxsat yo'q.
hujum buyruq bilan boshlandi. Komandirlar o'z o'rinlariga tez qaytdi. Dushman ko'rindi. Eng dastlabda 10 otliq ko'rindi. Ular oldiga va ikki yiniga ansizlik bilan qarab kelmoqda edi. Birər yerdən kichikkina shapa anglanib qolsa, otlarni to'xtatib, atrofga sinchilab qarab ketadi. Partizanlar ularni tinch o'tkazibdi. Uningdan keyin oldida 10 otliq, keyinda 100 metr yiroqlikda rota bo'lib sap tartib kelayotgan Gomindan qo'shinlari ko'rindi. Nizomiddin Durbunda dushmanni kuzatdi. Yoqiliq siriq palto, so'sar quloqcha kiygan general Shiping simiz to'ruq otda boshliqlarga xos hayva bilan kelmoqda edi. Nizomiddin bu qo'shin to'g'riliq to'liq ma'lumotga ega. U biladi. Kelayotgan bu dushmanning asosiy kuchi 1000 kishilik qo'shin. Ular jing oldingi sap qo'mondoniga shaharga besib kirib, Harambog' gazarmasidagi qo'shinlar bilan birlashib, qo'zg'olonchilardan g'uljini tortib olishga va'da berib yo'lga chiqqan. Bu qo'shinning qurollari xil. Har bir rotada 2 dan 3 gacha kichik tipdagi minomyot bor. Partizanlar qimirlamasdan yetib, qurollarini batlab, dushmandan ko'z uzmaydi. Qo'shinning oldi oxirgi bo'ktirmaga kelganda buyruq berildi. Etinglar! Butun sap bo'yicha miltiq, pulemyotlardan biroqla o'q uzildi. General Shiping va uning komandirlari o'zini yo'qotib pitirashga boshladi. Chunki ular bu qalin qorliq jilg'alardan o'q chiqar deb zodila o'ylamagan edi. General otdan yerga tashlandida o'zini o'ydak yo'g'on toshning keyniga oldi. Uning qo'shini otdan tushib, panohlang'ucha ig'ir ziyonga uchirdi. Ular birdam var jur bilan sarasim bo'lgandan keyin soy ichidagi toshlarni va o'lgan otlarni panoh qilishib, yuqoriga qaratib uzluksiz o'q etishga boshladi. O'qlar partizanlarning beshi ustidan vijildab uchib o'tib, toshlarga tegib chachraydi. Dastlabda Gomindan qo'shinidan nurg'unlari yiqilgan bilan amdi bargan siri chiqimi azaymoqda edi. Jang qizib ketdi. Gomindan qo'shinlari tamtirashdan qutulib, aplik joylarga o'rinlashib atmoqda va yo'g'on toshlarni dalda qilib, minomyotlarni ishga salmoqda. Har bir o'q tochkalarini chanlab etayotgan minomyot o'qlari partizanlarni qarga chaplashib yetib olishga majbur qilmoqda. General Shiping qo'shinlarni olg'a ilgirlashga buyruq bermoqda. Gomindan qo'shinlari hadab egizga yamashmoqda edi. Dahshatlik o'q ovozlari besilib, partizanlar beshini ko'targicha ular 2-3 qadam ilgirlab Shu tariqada dushmanlar partizanlarga barg'ansiri yaqinlab kelmoqda edi. Ikki tarafdan to'xtovsiz etilayotgan o'q ovozlari butun jilg'ini zilzilaga keltiribdi. O'qning aks sadolari yiroqlarda jaranglaydi. Ömürdə anlamagan bu dəhşətlik avazlardan tağ öçküləri, buğa marallar, kiyik, toşqan, hətta böre tülkilərmü allı qayaqlarga qeçib ketken. Qarğaylar arasıga bağlap qoyulgan, qiru basqan atlar bir orunda turalmay, yer çapçıp kişneşmekdə idi. Qapqı türülgen, qoruqları çoңqurlaşqan, g'azabga kelgan Nizomiddin beshini ko'tarib, keyniga surilgan quloqchisini oldiga cho'ktirdida avval dushman minomyotchilarini chanlab etishga buyruq berdi. Uning buyrug'i ig'izdan ig'izga o'tib, butun sap bo'yicha tarqaldi. Yengila ikki partizanning o'q tekkan beshini tangan Rayhon miltiqini ilib Nodamning yiniga keldi. Nodam bilan billa turib jang qilish qiz uchun ko'ngillik edi. U nodamsiz jang qilsa, o'qlarini zoya ketkizayotgandek his qiladi. Qandaqdir bir narsa kamlik qilayotgandek, hech bir ish qamlashmayotgandek tuyuladi. Shunga u nodam bilan yonma-yon turishni izlaydi. Urushmu o'z qonuni bo'yicha davom qiladi. Muhabbat o'timi o'z qonuni bo'yicha yalqinlaydi. Geralashgan urushni to'xtatib olg'ili bo'lmaganidek, Rayhonning ko'ngilda yongan muhabbat o'tini har qancha qonliq urush ichidami o'chirgili bo'lmaydi. Uning mayliga shartsiz bo'ysungan ayoqlari uni har qachon nodamning qishiga opirib qo'yadi.
ajal o'qlari beshini agib yurgan chog'lardimi qiz nodam bilan bo'ladigan kelgusi ishlarni o'ylaydi. Buning hech bir yolg'oni yo'q. Qanliq etishish ba'zida pastlaydi, lekin qizning kelgusi to'g'risidagi yosh yigit bilan birga bo'lish to'g'risidagi shirin xiyollari minutmu to'xtamaydi. Mana qiz nodamga mursi bilan surkaldi va yenicha qaradi. Qanchini yiqitay da'vatsiz, dedi qiz nomuschan ko'zlari bilan yigitga tikilib. Qanchisiga tegsa shunisini, dedi yigit ko'zini dushmandan olmay turib. Ko'nglingizga hech narsa fikib qo'ymadingizmi? Qiz doim yigitning yurak torlarini chekib beqishni yaxshi ko'radi. Yigit hamon qizning nozik sirlariga beparvolik bilan javob beradi. U hozirmi shundoq qildi. Sizchu? Men qiz o'ylanib dedi. Agar jangchilarga o'q tegmay turibsizlar, minomyotchidan 3 ni atmoqchiman. Qani chanlang. Nodam bilan Rayhon tangla otdida 2 minomyotchini yiqitdi. İkisi bir-biriga qarashib kuldi. Bu jangda bo'libmi Arash Marganning omadi kelyotdi. Uning o'qi hech bir zoya ketmay tegib turadi. Boshqalarmi zoya ketkizmaslikka tirishib atadi. Urush degan qiziq bo'ladi. Hech qanday buyruqsizlar birda dahshatlik tus elib, birda pastlab qoladi. Mana hozir shundoq bo'ldi. Har ikki tarafdan etish o'zligidanla jimib qoldi. Bizning toza qattiq kuchab jang qilishimizga to'g'ri kelyotidi, nodam, dedi qiz. Qarang, dushmanlar bizdan nechasi ko'p, uning ustiga ig'ir tipdagi qurollarmi bor. Nodam qizga qaradi. Qandoq ansirayotamsiz? Yo'q, ansirganim yo'q. Haqiqiy ahvolni aytyapman. Urush degan har qachon kishining ko'ngildagidek bo'lavermaydi, dedi Nodam o'ylanib turib. Yengish bo'lib turdi. Ammo adolatlik urush oxiri yengib chiqadi. Urushda komandirning pam-parasiti, tadbirchanligi, zirakligi bak muhim. Ehtimol shuncha ko'p dushmanni biroqla surib ketarmiz yoki chekinarmiz. Komandir tadbirlik, farosatlik bo'lsa, oz odami bilan ko'p dushmanni yengalaydi. Bizning yurtlarda Sodir palvonning qo'rqmasligi, pam-parasiti to'g'risida el og'izda so'zlanib yurgan nurg'un hikoyalar bor. Sodir palvon chiriklar bilan bir o'zi urushganda bir o'rinda turib urushgan emas, qechib yurib, pam ishlatib, qalpiqini toshga kiydirib qo'yib, o'zi mukivilib, o'limga yerdan chiqib urushgan. Shunga chirik atidu toshqa, Sodir atidu boshqa deb qo'shoq to'qiganda, dedi qiz kulimsirab. Sodir palvonning qo'shoqlari o'zi to'g'risidagi daston. Bu dastondan biz uning palvonligini, qo'rqimsizligini, aql parastini, zirakligini ko'ralaymiz. Nizomiddin kam, tadbirlik komandir. Qarang, bizni qandoq o'rinlashtirdi. Yasagan istiqomlarimizni dushman to'ymay oldimizdan o'tib ketdi-ku. Ana ular pastda, biz egizda. Eng bo'lmaganda tosh do'miltib bo'lsa-mu, ularni yo'qota olamiz. Biz tog'larda Nizomiddin kamning aqli bilan mundaq urushlarni ko'p qildik. Balki bizmo Sodir palvonda qechib, chekinib yurib urush qilarmiz. Baribir ularni aman qo'ymaymiz. Shahar tarafga hargiz o'tkazmaymiz. Rayhon Nodamning mardona so'zlaridan hayajonlandi. To'g'ri, Sodir palvonning avlodlarida biz. Bizning badallarimizda Sodir palvonning qini bor, dedi Nodam g'ururlanib. Qon bo'lgandimi, qandoq qon demamsiz? Tengsizlik, adolatsizlikdan, zulm, xo'rliqdan g'azablangan qaynagan qon. Rayhonmu g'ururlanib ketdi. Shuning uchun biz yengib kelyapmiz-da. Albatta, dedi Nodam. Dushmanlarimiz ana, biz shularning zulmidan g'azablanib otlanib chiqqanlar. Shunga biz yengimiz. Ularchu bizni mangulik xo'rlash, bo'za qilish uchun kelyotganlar. Shunga ular yengiladi. Gominda minomyotchilari shalanglab qolgan bilan boshqalari istehkomga yiqilishga boshladi. Ular hadab yuqoriga yamishatdi. Bir etib, bir o'milab, ba'zi yerlarda istehkomga 30 metr chamisi yiqilib qoldi. Nizomiddinning buyruqi jarangildi. Qo'l bombalari tashlansin. Ang dastlab Nizomiddin otgan qo'l bomba portladi. Keyni-keyndan yuzlagan bombalar dahshatlik portlab, istehkom oldini qor to'zonlari qoplab ketdi.
Səpning beshiga Anvarning atirti joylashgan edi. Anvar joylashgan yerning chet tarafidan dushmanning bir to'p odami o'ydek yo'g'on bir toshni panoh qilib, istehkomga bostirib keldi. Anvarning qismi uni ko'rib qoldi-da, nayzivozlik va quchoqlama jang boshlanib ketdi. Rayhon! G'azabdan ko'zlarida o't yongan Nodam chaqqonlik bilan Rayhonning oldiga o'zini otdi. Rayhon miltiqini tuvanga qaratib turganda, uning oldidagi toshning yenidan tuyuqsizla bir go'mindang askari chiqib, Rayhonga qaratib miltiqining ishtikini to'g'rilagan edi. Uning ishtiki qizga urilish oldida Nodam ishtikini qiqavatdi va dushmanning qo'rsqiga tepdi. Qiz shu chog'da Nodamning kaynidan chiqayotgan yana birini ko'rdi-da, butun kuchi bilan Nodamni ittirib, yo'g'on bir tosh bilan dushmanning beshiga urdi. O'zi kuch zarbidan o'ngdisiga yiqildi, lekin uni Nodam quchoqlab tutib oldi. Bir qo'lga o'q tekkan Isoq oldiga amdila kelgan ikki go'mindonchining birining beqiniga ishtikini shundoq tez sanjib, ikkinchisiga bir peshva otdi-da, kayniga burilib panohlanish temidan ortilib tushgan yana birining ko'ksiga chaqqonlik bilan ishtik sanjidi. Ikkala qo'liga tapancha tutgan Anvar istehkomga kirib itib do'militishga boshladi. Bütün sep bo'yicha qo'l bombalari tashlash avjilib ketdi. Gümbür leşler tağlarını titretmekte idi. Gomindan qo'shinlari minomyotchilardan asosiy jihatdan ayrilib qolg'achqa, bir qadammo ilgirlayolmay yer big'irlab yotatdi va kayni-kayndan tushayotgan qo'l bombalari ularni kayniga siljishga majbur qilyotdi. Nizomiddinning hujumga o'tish tadbiri ishga oshirildi. Har bir partizan bütün sep bo'yicha istehkomdan yo'lqinib chiqib, hayvatlik vurra sadolarini yangratib, hujumga o'tdi. Vurra! To'lqinlanib kelayotgan qahrlik sadodan ko'tarilgan qo'yuq to'zonlar ichida hech nimani ilg'a qilolmagan go'mindan qo'shinlari o'rnidan turib tuvanga qochdi. Mana amdi partizanlarning o'qlari ularning dumbisiga tegmoqda edi. Sayning tapiniga tushganlari titrigan qo'llarini ko'tardi. General Shiping 50 tek odami bilan tog' og'zidan bosib o'tib jinga qarab qochdi. Nizomiddin partizanlarining bir qismi 400 ga yaqin asirni oldiga silib shaharga mangdi. Ular kayniga burilib qarashganda sonsizlagan quzg'unlar dushman o'liklari ustida och ko'zlik bilan agib uchib yuratdi. Davomi bor.